Ikki qavatli hovli qidirgan do'stlarga metrodan 200 metr masofada 6 ta xonali 2,5 soatlik hovlini ko'rsatib beramiz. Hamma xonalarni razmerlari bilan. Podvalning o'zi 92 kvadrat metr ekan, ajoyib bir planirovkada bo'lgan. Binoning ichiga kirishimiz bilan o'rtoqlar 530 ga 530 hol kutib oladi. Ro'parada zinalarimiz zina orqali ikkinchi qavatga chiqsa bo'ladi. Mana shunaqangi klassik uslubdan ta'mirdan chiqarilgan. Oshxonamiz 390 ga 550 bo'lyapti. Bu yerda bo'lsa umumiy sanuzellarni ko'rish mumkin. Birinchi qavatimizda otaxona hollarimiz, yotoqxonalarimiz qilib bergan 390 ga 410 o'lchamda orqa hovliga qaragan oynalar, bu yoqda bo'lsa 460 ga 545 o'lchamda mehmonxonalarimiz qilingan ekan. Xonadonimiz 100% pishkashdan qurilgan, katta hollardan tashqari 6 ta xonasi bo'lyapti. Endi zinalamiz orqali ikkinchi qavatimizga ham ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatimizda o'rtoqlar 4 ta xonamiz mavjud bo'lib, mana shu koridor orqali xonalarga o'tiladi. Birinchi xonamiz o'rtoqlar 545 ga 475 o'lchamdagi mehmonxona sifatida ishlatsanglar bo'ladigan xona. Navbatdagi xonamiz bo'lsa, aytib o'tgandek 390 ga 425 o'lchamda, bu yoqda bo'lsa umumiy sanuzellarimiz qilingan. Bu yoqda bo'lsa o'rtoqlar 380 ga 550 o'lchamdagi yotoqxonamiz va oxirgi xonamiz bo'lsa 390 ga 550 bo'lyapti. O'zining ichida sanuzellari, sharoitlari qilingan garderobning xonalarigacha bor ekan o'rtoqlar. Narxlarni arzon qilib berib olishadi. Egalariga telefon qilinglar, savdosini bemalol qilsanglar bo'ladi. Kattagina podval 92 kvadrat metr chiqadi. Bundan hovliga chiqib ketish joylari ham bor, qo'shimcha zinalari qilingan ekan. Xonobod mahalladagi bu xonadonimizga necha pul sanagan bo'lardinglar? Albatta fikrlarni qoldiringlar. Hammanglarning javoblarini kutib qolamiz. Hozir ko'chasiga chiqib bitta mahallasini ham ko'rsatib beraman. Zo'r mahallada joylashgan ekan. Beruniy ko'chasi hisoblanadi. Metrodan 200 metr masofada mana shunaqangi zo'r joyda joylashgan ekan. Egalariga telefon qiling, batafsil ma'lumotni o'zlari bilan gaplashib olasizlar.